Shu xonadonga qurilganiga 5 yil bo'lgan. Chiroyli holatda 8 sotiqli xonadonimiz patkiluvchi tayyor xonadonimiz chiqib qoldi. Kelgan manzilga aytadigan bo'lsam, Nazarbek Notarius ko'cha. Endi qarang, mahallaning kengligiga bitta e'tibor berasizlar. Aka, mana yangi maktab qurib bitkazildi, 24-maktab. Yonida maktab, yana bog'cha bor, masjid bor, hammasi mujassam. Yuringlar, endi ichkaridan sizlar bilan obzorni davom ettiramiz. Qarang. Darvozalarga bitta e'tibor berasiz. Yo'l qismimizga ko'ryapsiz, ikkita mashina qo'yishga joyimiz bor. Mana bu tapchanli zona qilib qo'yilgan ekan. Endi qarang, hovliga bitta nazaringlar tushsin. Menga yoqadigan joyim mana bunaqa kattagina zeleniy zona sizga kulib boqib turibdi. Qarang, mevali daraxtlar ekib qo'yishgan ekan. Endi bu tarafdan planovkani tushuntiradigan bo'lsak, qarang. Chiroyli holatda mana bu kattagina bir 50 kishilik zalimizga nazaringiz tushsin. Remont hidlari hali ketmagan holatda bo'lib turibdi, ko'ryapsizlar. Chiroyli holatda. Shu xonadonimizni mana mebel texnikalar bilan bo'yatdi. Oshxonaga bitta nazaringiz tushsin. Ayollarimiz bu oshxonaga kiradilar. Shundoq sevib qoladigan oshxona bo'lyapti. Qani, bismillah. Bu tarafga qarab yuravering-chi. Men hovliga bitta e'tibor qaratinglar. Otabek aka, nima dedingiz? Qani, Xudo xolisa, men oshxonaga bitta ko'rsating oshxonamiz. Mana oshxonamizga qarang. Kattagina choy ichib o'tirishga ham imkoniyatingiz yetarli holatda bo'lyapti. Juda ham katta ekan, lekin. Juda ham. Bu tarafda bitta katta zalimiz bor endi. Akam namoz o'qiyotdilar bu yerda. Bitta ko'rsatib yuborasiz. Mana bu yerda bitta hojatxonamiz bor. Sanuzul, mana bu bitta hojatxona bor. Mana ko'ryapsiz, chiroyli holati bo'lyapti. Xonadonga kelib shundoq yashab bersangiz bo'ldi akalar. Mana bu tarafda orqa hovlimiz bor. Bu orqa hovli zahmat emas. O'shani hisob kitobini olib etib qo'yaylik. Kadastr hujjatlari kirgan joyimiz bo'ladi. Mana bog' qo'yganlar, anorlarni ekib, ana yerda tovuq vaqt qo'ygan ekanlar. Osh-ovqatlarni qilib, mana bu shashliklik yeb o'tirib, bemalol suhbat qilib o'tirishga imkoniyat bor. Bu yerda katelniy zonamiz, xonadonning yuragi joylashgan. Endi sizlar bilan asosiy binoga kirib boramiz. Asosiy binoni ham ko'rsatib, xonalarni bir-bir tushuntirib beramiz. Bu tarafdan ham bitta oling. Qarang. Shundoq kirdingiz, yoqib qoladigan xonadon. Chiroyli holatda. Kimgadir shunaqa katta sotuvli xonadon kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Bismillah deb xonadon asosiy binoga kirib borar ekanmiz. Chap tarafda bitta spalniyimiz bor. O'zini sanuzuli bilan birga bo'ladi. Ko'rsating. Spalniy mebellari hammasi qoladi deb aytishdi lekin. Spalniy mebellari hammasi qoladigan holatda bo'lyapti. Mana bu taraf divanniy zona qilib qo'yishgan ekan, mana qarang, hovlimiz bor, chiroyli holatda o'tirib suhbat qilish imkoniyatini beradigan xonamiz. Bu tarafda mana kattagina zalimizga nazar tushyapti. Mana chiroqlarni yoqib yuboramiz, remontlarga bitta baho berib, layk urib ketinglar akalar. Qarang, xonalarni akkuratniy qilib joylanganligi, mebel texnikalarni, aboylarni, pardalarni uyg'un qilib tanlanganligiga bitta e'tibor bering. Bu tarafga qarab chiqadigan bo'lsa, ko'ryapsiz, xonalarni ketma-ketligini tushuntirib ketmoqman. Faqat mana bu spalniyga kirmaymiz. Bu tarafda bitta ota-onalar yotoqxonasi bor. O'zini sanuzuli bilan bu. Bu yerda uy egalari borligi sababli biz bu yerga kirmadik. Mana bolxona qismimizni ko'ryapsiz. Ikkita xonaga bo'lib qo'yilgan. Mana ikkinchi qavatga chiqqandek bo'lasiz. Bu yerda o'zini sanuzuli ham bor. Bemalol bitta farzandni bu yerga uylantirib olish imkoniyatini beradigan xonadon. 8 sotiq bo'ldi akalar. 20 ga 40 bo'ldi fasad. Chiroyli holatda. Narxini aytdik, 225 ming start baholayapmiz. Kelishadigan joylari bor, 8 ta xonasi bor, 3 ta sanuzuli bor. Shu xonadonni sotuvini qo'yib yubordik. Endi kelishadigan joylari bor. Chiroyli holatda bo'ldi. Mana qarang, mazza qilib yashab bersangiz bo'ldi akam. Notarius ko'cha, legendarniy. Notarius ko'chasi shu qaqqa kelgansizlar, Notarius ko'cha ko'p-ku deb aytishadi. Nazarbekning legendarniy mahallasidamiz. Hamma kommunikatsiya bor, suv svet gazdan muammo yo'q. Start 225 ming dollar bo'ldi. Raqamlikni qoldirib qo'yamiz, qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumot, yana kelishadigan joylar bor. Barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu videomiz kimgadir yoqqan bo'lsa, xonadonimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosishni esdan chiqarmaysizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib, o'tdiydo hamma narsani ko'rsatib berdik. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa inshaalloh chiroyli narxlarda barakasini qilib olsa bo'ladi. 4 yil bo'lgan ko'chib kelishganiga bu xonadonni hammasi pishuq ishlarda baquvvat qilib, chiroyli planirovkada qurilgan ekan bu xonadonimizda. Aloqaga chiqinglar, xudo xolisa qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Deyishyapti yana egalari. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.